Burada mashinanın diyonasi. Tak, Cherry 8 Pro Max. Mashinamiz hali yangi, kam yurgan mashina. Mashinada problemasi injektorlarni ochganmiz. GDI motor, umuman gaz qo'yilmagan. Injektorlar. Bular bitta chotki qilib tozalab beramiz. Mashinalar tiqilgan. Qaltirashi bu. Qaltirashi sababini ham hozir ko'rsataman. Bu raso benzin tushgan mashinaga. Mana kamera, mana klapan. Mana shu raso benzin qo'ymoqdan mana bu yerdan. Mana shu ahvolga kelgan. Va endi yuvamiz ochib. Qolganlari ham mana bular unchalik emas, lekin bular tozada undan ko'ra. Faqat birinchi silindrda shunaqa problemachi. Bular toza. Shuning uchun benzin solganda iloji boricha kачественный benzin solinglar. Nasib bo'lsa xudo xolasa pamperslarni alishtiramiz. Svetchalari ham alishtirgan, mana svetchalarni yaxshi, buni alishtirdik o'zi. Svetchalarni ochganmiz, endi motor sovigandan keyin kamera tiqib, porshinlarni ham ustidan ko'rib beramiz.